Aka qanchadan bo'ldi ikkitasi? Qancha? 47,5 milliondan bo'libdi ikkitasi akalar. Holati zo'r. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Namangan viloyati Shahidon mol bozoriga kelganmiz. O'zi holatdan bilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, shu yerdan har bitta olingan, sotilgan mol narxlarini sizlar uchun ko'rsatamiz. Akalar, agar kanalda yangi bo'lsalaring, bitta obuna bo'lib qo'yinglar, bo'ldi. Biz uchun ancha katta yordam ham, motivatsiya bo'ladi. Keyin o'zlaringizda bo'layotgan eng katta bozorlarda yossalaring, xudo xolasa borib sizlar uchun qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Akalar, bo'lmasa videoni oxirigacha tomosha qilib turinglar. Biz shu yerdan har bitta chiqqan, olingan, sotilgan, qaytgan mol hammasini narxini sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Biz bo'lmasa videomizni boshladik. Aka, qancha bo'ldi ajdarchalar? 29 dan. 29 mingdan zo'r aka. Sog'liq deyishyapti. Aka, qancha bo'ldi bu? 47. Yana bo'lami? Nech bo'la? 19 million. Bo'g'oz ekan o'sha bugun erta tug'adigan. Janish qollarga xonajimiz. Aka, qancha bo'ldi ekan narxi? 13,5 million bu mashg'ullanam. 13,5 million. Ey. 13,5 million aka. Akani taniganlar. Boshqot. Aka, qancha bo'ldi bu? 13,5 bo'ldi bu ham. Mana shuni shiydiga. Bu ham 13,5 mi? Ikkitasi 13,5 milliondan bo'libdi. Zo'r. Barakasi bersin. Bu hoji tog'alarimiz yetarib chiqyapti. Bittadan narxini aytisharmikin? Kuzatib turinglar, like bos. Nech pul bo'ldi hoji tog'a? 5 oylik bo'ldi. 19 million 5 oylik bo'g'oz ekan. Zo'r. Sizniki qancha bo'ldi hoji tog'a? 13 million. 13 million bo'pti. Oppoq bu bo'g'ozmas ekan. Tog'a qancha bo'ldi bu? 10 milliondan. Ikkalasi 10 milliondan. Va, zo'r. Barakasini bersin. Bo'yini ham ko'rishlaring mumkin. Bo'yi ham 1.20 plus minusida akalar. Yo'lda yana chiqyapti. Yana bola qo'y. Nech pul bo'ldi aka yana bola? 6 million 200 ming. Zo'r, barakasini bersin aka. Aka, qancha bo'ldi buqa? 24 million. Sizniki aka? 23 million 400 ming. Buqamiz 24 million so'm. Aka, qancha bo'ldi bu? Ha, qaytishibdi. Bozorga zarda qilishibdi. Tari chiqyapti, egasini qiynab. Aka, qancha bo'ldi ekan bu? 17 million so'm bo'pti. Zo'r. Ana aka, qancha bo'ldi shvet yana bola? 24 million. 24 million bo'pti shvet yana bolamiz. Aka, qancha bo'ldi jupi? Bilishmasa ekan narxini. Hadi yana jupiga chiqay. Aka, qancha bo'ldi ekan jupi? 21 million bo'ldi aka, chiqarib ol. 23 bo'lsa, dastlab qachilasiz beraman. Vo, mana 23 bo'lsa berishib yuborar ekan agar 10 da. Aka, qancha bo'ldi bu? 25 million so'm bo'pti bunimiz. Zo'r. Barakasini ber. Aka, qancha bo'ldi buqacha? 22,5 bo'pti. Buqachamiz. Bo'yin ko'rishlar mumkin. Bo'yi ham 1.20 plus minusida. Asamjon. Hoji tog'a qancha bo'ldi buqa? 13,5. 13 million 300 ming so'm bo'pti buqamiz. Ha? Jamshtiranch. Aka, qancha bo'ldi buqa? 66,5 dan, ha? 66,5 million bo'pti. Ikkitasi mana jupi 66,5 million. Zo'r. Baraka, Jamshtiranch aka, barakasini ber. Hoji tog'a qancha bo'ldi jupi? 3tasi 60 million. 3tasi 60 million mana buqachalar akalar, zo'r. Aka, sizniki qancha bo'ldi? 18 million. Mana shu oqimiz 18 million bo'pti akalar. Mana bu yerda xonajimiz chiqyapti, yosh. Hoji aka, qancha bo'ldi bu? Tog'a qancha bo'ldi? 25 deyishyapti. 25 deyishdi. Qimmat-da, yaxshi qimmat olishdi. Menimcha. Yana fikrlaringni yozib qo'yinglar kommentariyada. Akalar, mollar juda avjida bugun. Mol bozor. Mollar ham juda chiroyli narxlarda chiqyapti. Agar videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, har doim shunaqa bozor narxlari bilan hamnafas bo'lib turasizlar. Mana buqaning narxini so'raymiz. Aka, qancha bo'ldi ekan buqamiz? 24,5. Zo'r, barakasini bersin. Bo'yi 1.30 plusida. Bu yerda mana ena bolamiz chiqyapti. Aka, qancha bo'ldi ena bola? 23 ena bolamiz mana. Bolasi nechinchi qorin ekan? Birinchi qorin. Bolasi buqacha. Aka, qancha bo'ldi bu? 3 million 700 ming mana akalar, qo'chqorimiz 3 million 700 mingga olishdi. Chiqozlarga ena bolamiz chiqyapti mana. Aka, qancha bo'ldi ena bola? 40 million. 40 million. Bolasi buqacha, ha?
Bolasi buqacha ekan. Zo'r. Aka qancha bo'ldi otimiz? Buqa qancha bo'ldi aka? 22 million bo'pti shu buqamiz. Buqani qaysari yoshda kelyapti. Aka qancha bo'ldi? 19 million biri zo'r, barakasini bersin. Qo'ylari 1.10 plus minusida. Ana bu yoqda xunojillarimiz kelyapti. Bittasi bug'oz shekil. Aka qancha bo'ldi bu? Bug'oz shekil a? Bug'oz 21,5 million. Aka qancha bo'ldi bu? Bo'ldi, xo'p. Akamiz bu narsalarni tushunmay qoldik. Aka qancha bo'ldi ekan bu? 24,5 million bo'pti. Zo'r. Bu qancha bo'pti aka? Xabaringiz bormi? Xabarlari yo'q ekan. Bu-chi? 28,5 million. Zo'r. Barakasini bersin aka. Narx zo'r aka, rahmat. 13,5 million suti bor ekan. Barakasini bersin 13,5 million. Mana bu tomonda yana kelyapti, sekin narxni olar bilan tanishtiramiz akalar. Bitta like, bitta kanalga obuna bo'lib qo'ying akalar. Nech pul bo'ldi aka? 13 million 100 ming. 13 million 100. Zo'r, barakasini bersin. 13 million 100. Aka qancha bo'ldi bu? 12 ham bu-chi? 300. 12,300. Bunisi 12,300, o onasi ketayotgan 12,5 million. Bo'yi menimcha ikkalasi bir xil. 1 metr plus minusda. Aka qancha bo'ldi buqamiz? 18,5. Buqa emas ekanmi? Xunajin ekanmi? Buqaga o'xshar ekan. Aka qancha bo'ldi bu? 26 million. Mana haqiqiy buqa. 26 million 200 ming so'm. Zo'r, barakasini bersin. Mana bu yoqda galasi kelyapti, narxini bilamiz. Aka qancha bo'ldi jupi? 1820 40 bu. Maşallah. Necha pul bo'ldi aka bu? 34,5 million. Zo'r. Barakasini bersin deymiz, olganga ham, sotganga ham. Bozor bugun o'tda gavjum akalar. Katta buqa ishqozlariga mana buqa kelyapti. Aka qancha bo'ldi? Salkam 32 bo'ldi. Salkam 32 million bo'libdi. Vaznini kommentariyada yozib qo'yasiz. Akalar agar videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki har doim shunaqa mol bozor narxlari bilan xabardor qilib turamiz. Tog'a qancha bo'ldi? Bu 3 tasi qancha bo'ldi aka? Yo'q, sotmadi. Ha, bozordan qaytibdi bu. Xunojillar, xunojin ishqozlar, xunojillar kelyapti. Aka qanchadan bo'ldi ikkalasi? 6,5 bo'ldi jupa. Bu egizak bo'lmagan bugun yoshlikda. Holati ikkalasi ham bir xil o'ta chiroyli holatda. Aka qancha bo'ldi buqamiz? 26,5 orqadan kirib turadi. 26,5 million bo'pti bunisi. Bo'yi 1.20 ga borib qo'ygan past. Aka bu qancha bo'ldi? 65 mingdan. 65 mingdan 630 kilo. 630 kilo ketdi bu Greenfordimiz akalar. 65 mingdan tortyapti 630 ming. Endi hisob kitob qilib olasizlar o'zlaring. Aka qancha bo'ldi qisir? Narxini bilishmas ekan qisirimizda. Kelyapti. Aka qancha bo'ldi jupi? Jupimi? Aha. 35 million. Zo'r, barakasini bersin. Nergini narxini so'rolmay qoldik. Bu yoqda Greenfordimiz kelyapti. Greenfordning narxini bilamiz akalar. O, lambillab kelyapti lekin. Aka qancha bo'ldi bu? Qancha? 28 million bo'pti. U holati bo'yi 1.10 plus minusida. Holati yaxshi. Nergilar narxini so'rolmay qoldik. Bu yoqda yana kelyapti akalar. Shular narxini bilamiz hozir. Bungacha akalar bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib turinglar. Biz uchun ancha katta poddeshka bo'ladi. Aka qancha bo'ldi ekan bu? 25 million. Buqamiz 25 million. Jupi 50 million. Jupini ham holati menimcha xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Yoshini yashab qo'ygan qariyalardan kelyapti. Hoji aka qancha bo'ldi bu ikkita jup? 1 million 900 jupa. 31 million 900 jupi. Zo'r, qisirga baho beriladi-da. Oxirgi egasi bo'ladi menimcha, olgan odam boqib qo'yib. Aka qancha bo'ldi bu? 13 million 700 ming so'm bo'libdi. Zo'r. Mana bu yoqda qo'ylar optimiga kelyapti. Optim narxini bilamiz hozir. Aka qanchadan bo'ldi ekan bular? 88 bo'ldi men. 88. Uni 3 tasi-chi? 16 million 300. 3 tasi 16 mi? Bittasi 8 million 800 ming so'm. Necha pul oldi aka bu? 34 million. 34 million ena bola? Ha, yana bola. Ena bola 34 million, ikkinchi qoringa bolasi buqacha. Zo'r.
Aka qancha bo'ldi ekan bu? 18,5 million so'm bo'pti. Zo'r akalar, bozor yonyapti. Xudo xolasa vaqtida buqamiz ham otam qaysi biri birinchi kelar ekan. Aka qancha bo'ldi buqa? Narxini bilishmasak, ot qancha bo'ldi aka? 27 million. Zo'r, barakasini bersin. 27 million bo'ldi. O, buqachamiz qochyapti menimcha, qamoqdan qochganday. Nojinchalar kelyapti aka, Xudo xolasa narxini so'raymiz. Aka qancha bo'ldi ekan unojin? Narxini bilishmasak, aka sizniki-chi? 21,5 bo'g'oz ekan. Hoji tog'a qancha bo'ldi qo'ylar? Qancha? 16 million bo'pti, 3 tasi. 16 million 3 tasi. Hozir yana bu tomondan. Qo'ldagi yana bola qo'y. Oh, 3,5 million bo'pti. Yana bola qo'y. 3,5 millionga yana bola qo'y. Qo'y 3,5 million yana bola. Akalar, agar videoni shaykacha ko'rgan bo'lsalaring, albatta bitta like, bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa har doim sizlar uchun shunday qiziqarli videolar chiqarib boramiz. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.